toplarda Xitay tecavüzçilerini taşlap koyup, bütün zihnini Uygur inqilabçılarına qartıvatqan, Uygur inqilabçılarının oğul kızları qartıvatqan, teşkilatlarını tatlavatqan, teşkilatlarını hakaretlavatqan, közü jumgan közünü ilçipla, teşkilatlarını tillap, inqilabçılarını tillap, bizim teşkilatlarımızı itibarı saçtırıp, inqilabçılarımızın hürmetini tüküp, ulan bir tenge almaz qilib etiş üçün keç gündüz faaliyet kılıvatkan insanlar var qarindoshlar. Ular qanday insanlar deganda, ular haqni tanımaydi qarin. Assalomu alaykum. Pok yo'l jamoatidagi aziz qarindoshlarimiz. Allohning rahmati shafqati butun musulmonlar bo'lsin. Jumladan pok yo'l qarindoshlar tobadagi aziz do'stlarimiz bo'lsin. Sevimli qarindoshlar, Xudoyim buyursa, bizning menvatqa yo'limiz nihoyat to'g'ri, nihoyat chiroyli, bir pokiz yo'l. Shuning uchun ismi pok yo'l. Biz shu aqidamizda, ya'ni butun tashkilotlar bizningki boyligimiz, butun inqilobchilar bizning qarindoshlarimiz degan shu chiroyli aqidada mustahkam turishimiz lozim qarindoshlar. Biz eng avval Sharqiy Turkiston inqilobini Allah buyurganligi uchun ulug' bir ibodat deb bunga ta'bir berdik. Shu aqidamizni mustahkam turamiz. Chunki mehribon Alloh muborak Qur'onda tajovuzchilar ziminlarni besib kelganda er ayol mo'minlarga tajovuzchilarga qarshi turish farz qilindi dedi. Shuning uchun mana shu oyatning hukmiga asosan Sharqiy Turkiston ko'rishiga biz otlandik. Shuning uchun Sharqiy Turkiston ozodlik ko'rishini biz ulug' bir ibodat deb qaraymiz qarindoshlar. Bu ulug' bir ibodat bo'lgankan, ibodatning ahkomlari bo'yicha bu ibodatni ilib boramiz. İbadetin ahkamları nima? İbadetin ahkamlarını, yani bu cihadi kurash ibadetimizin ahkamlarını Peygamber Aleyhisselam'ın ahlak ve yoludan izleyimiz. Peygamber Aleyhisselam etrafındaki birle akide kılan şu sahabelerni şunda yaş göretti. O sahabeler birbirisini şunda yaş göretti. Olar qarindosh bo'lishgan edi. Şu noktadan elip etqavazda Sharqiy Turkiston ko'rishiga atlangan her bir qarindoshlarimizni bizmi o'zimizniki bir qusoq qarindoshdek shunda aziz bilamiz. Shuning uchun barliq Sharqiy Turkiston uchun kurash qilayotgan bütün inqilobchilar bizning qarindoshlarimiz. Hammamizning nishoni bir, ya'ni dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari. Payg'ambar alayhissalom ayni vaqtida mushriklarga qarshi kurash qilib Madinada davlat qurganda Peygamber Aleyhisselam'ın tutkan yolu bütün zihnini, kuvvetini haqni taqitish, haqni teşvik qilish, bütün zihnin kuvvetini müşriklikni yo'qotish, müşriklikka qarshi turish, Allah'ın hüküm kalamini üstünlük ega qilish edi. Şu axloqdan biz axloqlanib bizning nishonimiz bütün vücudumuzdan Xitoy tajovuzchilarininki rezil mohiyatini oshkorlab, Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash qilish. Bizning hozir Xitoy tajovuzchilariga qarshi qila oladigan kurashimiz Xitoyning jinoyatlarini bütün dunyoga tanitish, Xitoyning rezil mohiyatini tanitish, Xitoyning aldamchiligini, saxtapazligini, uyg'urligini bütün dunyoga tanitish. Uning insoniyatga ekilayotgan balo qazolarini, Uyg'ur xalqiga ekilayotgan balo qazolarini, terrorligini, onun qirg'inchiligini, irqiy qirg'inchiligini bütün dunyoga tanitish. Aşı orqali bütün dünya xalqini oxir biz orqamizga olamiz. Bütün musulmonlarni orqamizga ola olamiz. Mana shu yo'l bo'yicha Xitoyni yetim qoldira olamiz. Xitoyga qarshi cho'ng bir haybatlik birlik sapni hosil qilish uchun biz tirishimiz. Biz to'g'ri yo'lda tirishsak, Alloh taolo cho'qim yordam beradi. Chunki Alloh taolo shunda dedi Qur'onda: "Men kimga yordam bermayman, uni mag'lub qilguvchi hech kim bo'lmaydi" dedi. Biz Allah ve Allah'ın Resulü gösterken doğru yolda mansak Allah çokum bizge yardım berdi qarindoshlar. İlgiri Xitoy tajovuzchilarini bo'lsa,
bular bir yumuşak halak, bular dünyaya tinchlik olib ketadi, bularninki zarari yo'q, boshqa insonlarga deydigan mana shunda tanishibdi. Hozir dunyoda nurg'un insonlar Xitoyning razil mohiyatini, qonxo'rligini, ablahligini, uyg'urligini tanidi. Bu nimishga shunda to'ndi? Chunki inqilobchil qarindoshlarimizni kech kunduz qilayotgan mujodilasi bilan dunyo mana shunday tanishib keldi. Shuning uchun biz eng avval Xitoyniki rezil qonxo'r jallod mohiyatini dunyoga tanitamiz qarindoshlar. Demak ki bütün zihnimizni Xitoy tajovuzchilari qarta ibbarimiz qarindoshlar. Ammo sevimli qarindoshlar, to'rt to'plarda Xitoy tajovuzchilarini tashlab qo'yib, bütün zihnini Uyg'ur inqilobchilariga qaratayotgan, Uyg'ur inqilobchilarining o'g'il qizlari qaratayotgan, tashkilotlarni tatlayotgan, tashkilotlarni haqoratlayotgan, ko'zni yumgan ko'zni ichibla, tashkilotlarni tillab, inqilobchilarni tillab, bizning tashkilotlarimizni e'tibor sajdaştirib, inqilobchilarimizning hurmatini to'kib, ularni bir tiyga olmas qilib o'tish uchun kech kunduz faoliyat qilayotgan insonlar bor qarindoshlar. Ular qanday insonlar deganda, ular haqni tanımaydi qarindoshlar. Bu kurashning ulug' bir ibodat ekanligini bilmaydi. Allohning hisob edishidan qo'rqmaydi qarindoshlar. Bu kurashni bir nuqul siyosiy faoliyat deb qaraydi. Ularning ichi hasadxo'rlik bilan to'shib ketgan. Ularning ichi shuhratparastlik bilan to'shib ketgan. Manfaatparastlik bilan to'shib ketgan. Shuning uchun bu tashkilot mendan o'sib ketib qolamdigan, bu inqilobchining obro'yi mendan o'sib ketib qolamdigan deb atrofiga murt to'plab, ana shu tashkilotlar qora chaplab, ana shu inqilobchilarga qora chaplab. Ular barliq vaqtini Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurashga emas, inqilobchilarimizning haqorat inqilobchilarimizni yetim qoldirib, inqilobchilarimizni, tashkilotlarimizni vayron qilish qartayotir. Biz mana bu insonlarning keynida mangmaymiz qarindoshlar. Biz hargiz bu insonlarning keynida mangmaymiz. Chunki ular Rasulullohning axloqi bilan axloqlanmagan qarindoshlar. Oshlar qarab baqsak 15-20 yilning yo'qi qilayotgan hech qanday ish yo'q. Faqatla ularning qilayotgan ishi o'zini donishmand qilib o'tirib chiqib, boshqa inqilobchilarni, ish qilayotgan insonlarni haqoratlashlar bilan bo'layotdi. Shuning uchun sevimlik pok yo'l to'pidagi aziz qarindoshlarimiz, bu aqidaga bay'at qilgan sevimli qarindoshlar mushu to'g'ri yo'ldan, ya'ni pok yo'l aqidasidan hargiz chetlanib ketmaydi. Bizning aqidamiz qarindoshlar inqilob ustidagi barliq inqilobchilar bizningki sevimli qarindoshlarimiz. İnqilab ustidagi barliq tashkilotlar bizning boyligimiz, bizning dushmanimiz rezil Xitoy. Bizning dushmanimiz rezil Xitoy. Bizning vazifamiz rezil Xitoyning mohiyatini oshkorlash. Bizning vazifamiz rezil Xitoyning mohiyatini oshkorlash. İnqilobchilarni haqoratlash emas, tashkilotlarni qarchaplash emas, Rasulullohning yo'li bilan menish. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ayni vaqtdagi inqilobda ichidagi munofiqlarni tashlab qo'ygan. Ularga boshqa gap qilmagan. Faqatla haqni tashviq qilib, mushriklikka qarshi kurashni qilgan. Munofiqlar shu vaqtda payg'ambar alayhisalom bilan birga yashaydi. Payg'ambar alayhisalom shu vaqtdagi inqilobning ehtiyojidan ishki ziddiyat, ishki kurash avjiga ketmasligi uchun bütün zihnini mushriklarga qaratgan edi. Bizmi qarindoshlar bu munofiqlar bilan hapilishib, ani munofiq, ani o'g'ri, ani qarashchi demay, buni tashlab qo'yib, bularni gaplariga qo'shilmay, olg'a qarab ilgarilaymiz. Faqat butkul inqilobchilar bizniki, qarindoshlarimiz, bütün tashkilotlar bizning boyligimiz, rezil Xitoy bizning dushmanimiz. Xitoyga qarshi kurash qilib, Allohning rahmatiga, shafqatiga muyassar bo'lamiz. Sevimli qarindoshlar, bugungi suhbatimiz mushakkalchilik bo'ldi. Keyingi suhbatlarimizni yana davomlashtiramiz. Alloh hammamizni to'g'riliq va yaxshilikning ustida qilsin.